Jahon chempionatigacha bo'lgan so'nggi uchrashuvda ham Xorazm mag'lub bo'lgandi Andijonga. Ya'ni bir seriya shakllanib qoldi. Xorazmda imkoniyat Abduhamidov uzatma zarba va gol. Do'stlar, hisob ochilmoqda. Paxtakor baribir gol o'tkazib yubordi. Xorazm Lohan. Mana yo'q ofsayd. Bu yerda ham yo'q nazarimda. Bu Abduhamidov Rustamjondan mana bunaqa uzatma va Paxtakor himoyachilari bir joyga to'planib qolishdi. Yolg'iz qoldirishdi. Gol o'tkazib yuborishmoqda. Qoyil Xorazm boya o'sha gol bo'lishi bilan aytganimdek hech tasodifiy emas, juda mantiqiy. Ya'ni hujumlar ortidan allaqachon Quvvatovning o'sha seyvlarini ko'rib ulgurgandik. Tezkor gol. Chap qanot bu safar nima bilan yakunlanadi? Ko'ramiz hozir. Yaxshi uzatma zarba va gol! Sardor Sobir Xo'jayev chiroyli gol urmoqda. Endi kombinatsion gol. Barobar Paxtakor hisobni tenglashdi. Mana o'zingiz ko'ring. Juda chiroyli pas. Uzatma muallifi esa Bashar Rizanin. Markaz Paxtakorda imkoniyat. Yaxshi aniq pas davom ettirsa bo'ladi. Bashar biroz to'xtab qoldi. Qarshida raqib paydo bo'ldi, ammo quvib o'tmoqda, o'tib ketmoqda, aylanib o'tmoqda. Zarba va gol! Qanday chiroyli gol! Chinedu 4-imkoniyatdan baribir gol urmoqda. Chinedu ham chiroyli gol urdi. Bu ham haqiqat, bu ham chin, ammo qarang, o'zi boshlaganda e'tirof etishimiz kerak, ammo Bashar ana shu yerda hammasi joyida bo'lsa, gol albatta inobatga olinadi. Xo'p, mana chalg'itda o'tdi va mana uzatma. Keyin esa ohista harakat qilib, shu gavdasi bilan nozik bir elementni ijro etdi Chinedu. O'zi yana ham boshqacharoq zarba bermoqchi edi. Yaxshi hamki shu ko'rinishda, ya'ni uning baxtiga shu ko'rinishda chiqdi. Aks holda yo'nalish to darvozabonga borib tegish ham mumkin edi. Ibrohim Halil zarba hozirlamoqda. Zarba pastlatib bordi. Masofa ancha olis edi. Pastlab borgandan keyin yo'lda kimgadir tegish ehtimoli katta edi va So'g'diyona qarshi hujum boshlamoqda. So'g'diyona Lubchidoriyev tezlik oldi. Yo'q, hammasi nazorat ostida, ammo va darvoza ishg'ol etildi. Darvoza ishg'ol etildi. Petar Michin 22-daqiqada Neftchi darvozasini ishg'ol etdi. Muhsinoning birdaniga hujumga tashlanishidan ehtiyot bo'lish kerak. Ko'ramiz. Mana bu yerda Muhsin Ubaydullayev negadir tezlik pasa, u Botir Ali Ergashevga ishondi. Bu Botir Ali Ergashevning xatosi. Barchasi haqiqatda ham men ham aytib o'tdim o'sha lahzada. Nazorat ostida Muhsin atayin tezlik tashladi. Qayerga to'pni uzatish kerakligini ham ko'rsatib berdi. Muhsin Ubaydullayev ko'rib turgandi kim bo'shroq ekanligini. Nima uchun bunday harakat qildi Botir Ali? Qarang, ko'rsatyapti Muhsin. Hammasi turibdi joy-joyida. Atayin tezlik tashladi u. Nega? Savollar nega? Islom Ismoilovda, Neftchining qolgan futbolchilarida, Neftchi jamoasining jonkuyar muxlislarida ham savol. Botir Ali Ergashev nega bunday harakatlandi? Hammasi xotirjam kechayotganda to'p o'tkazib yuborishdi. Yo'q joydan. Endi qaysidir ma'noda tushunsa bo'lardi. So'g'diyona ketma-ket hujumlar tashkil etib, oxir-oqibat golga erishdi desak tushunsa bo'lardi. Lekin boshqa tomondan So'g'diyona aynan shunga o'yin tashkil etgan. Va to'p chiziqni kesib o'tmadi. Qanaqa hujumlarni ko'rmoqdamiz? Yondirib tashlashyapti jamoalar. Baqoyev. Gol inobatga olindimi? Gol gaplashmayman deyish mumkin. Endi hurmat nuqtai. Xo'sh, ko'raylikchi. Chiziqni kesib o'tdimi? Kesib o'tganga o'xshadi.
Mana bu nuqta nima deydi Ibrohim Halil Yo'ldoshev? Yo'q, bu nuqtadan javob topishimiz qiyinroq. Bundan avvalgisida kesib o'tganga o'xshab tuyuldi. Bunisidachi bu takrorlavqa nima deydi? Bu ham ichkariga kirgandek ko'rinmoqda. Yana tekshirishyapti, VAR tomonidan tekshirilyapti. Yo'q, markazga ishora qildi hakam. Gol inobatga olindi. Gol inobat kech. Yuqoridan uzatilgan to'p. Zarba berish imkoniyati bor. Zarba bor va Neftchining ikkinchi goli ham bor. Xurshid G'iyosov deyarli bir xil nuqtada, deyarli bir xil trayektoriyada farg'onaliklar ikkita golni nishonlashmoqda. Yana ko'ramiz. Bu yerda ofsayd borasida muammo yo'q. Bo'sh qoldirib qo'yishdi Xurshid G'iyosovni. Bo'sh. Ulgurishmadi. Qarang, unda qancha vaqt, fursat bor. Yuqoridan kelayotgan to'pni bamayli xotir mo'ljallab 2-3 qadam orqaga tashlab, joylashib olib zarba berishga. Va ikkinchi safar ham Milan Mitrovich. Neftchi yana ham faollashyapti. Ubaydullayev So'g'diyona qarshi hujumlarni yo'lga qo'ymaydigan bo'lsa, vaziyatni murakkablashib ketishi mumkin. Neftchi ko'pchilik bo'lib hujumga boryapti va qarshi hujum xavfi yo'q. Mana bu 3-chi golmi? 3-chi gol. 3-chi gol. Va bu gol muallifi markaziy hujumchi Stipe Peritsa. Boyga o'yin biroz faoliyatini davom ettiryapti. Ko'ramiz yana bir bora. Aliboyev oyoqning tashqi qismi bilan pas berdi, o'zi ochildi, qaytib keldi to'p va Aliboyev tezlikda maydonni tark etish arafasida turgan. Mana shu Ikrom Aliboyev qanday Asilbek Jumayev bilan kombinatsiyani amalga oshirdi va bu golda Aliboyevning hissasi ulkan. U boshlagan hujum, o'zi davom ettirdi. Assist muallif ham o'zi. Darvoza chizig'i yaqinida chiqib ketayotgan to'pga ulgurib. Qobilov 3-markazda, Filip Ivanovich 13-raqam, u ham markaziy himoyachi. O'ng tomondagi Abdulazizxon Abdurashidov 22-raqamda asosiy tarkibda edi, u maydonga qaytmadi. Yuqoridan to'p jarima maydoniga yetkazilyapti. Bosh bilan zarba. 4-gol. Jamoa sardori Anvar G'ofurov a'lo darajada qutqarish kerakmidi? Menimcha mana shu lahzada Mitrovich qutqarish kerak edi. Tayyor turganda qarang, Mitrovich yaqin burchakdan kelyapti to'p. Endi darvozabon ham mana bu golda endi darvozabon Yaqolayevni bo'yniga olsa bo'ladi. Vaholanki ikkita gol birinchi taymda bo'ydan tushirildi, yuqoridan. Endi u yerda ham sal oldiroqqa chiqdi deyish mumkin, lekin mana bu yerda tayyor turibdi-ku. Brutort. Aqlidir ham. Oxirgi daqiqalarda tashkil etgan hujumlari orqali keskin o'ynadi, juda keskin o'ynadi. Hozir Filip Ivanovich Zoran Marushichga nisbatan, lekin Marusich indamay ketdi. Hozir Neftchining hujumini ko'ramiz. 4 kishi jarima maydonchada, lekin birgina mana shu o'yinchining zarbasi yetarli bo'ldi. Bu o'yinchining nomi Jamshid Iskandarov. Jamshid ichkariga kirganda kim nimani kutdi emas. So'g'diyona vaziyatni o'zgartirish uchun hujumga berilib ketdi. Jamshid esa xotirjam kirib boryapti. Hech kim qarshi olmayapti. Nima qilishni bilmayapti. Igor Golban chiqaymi ro'parasiga yoki hududlarni yopaymi? Tusha olmaydi Yo'ldoshev. Hozir 1 daqiqalik qoida bor. Shifokorlardan yordam oldi. 1 daqiqadan so'ng ruxsat berilganda tushadi. Mana bu yerda esa Radich qanday yurish qilyapti. Va gol do'stlar, gol. Buxoro time so'ngida gol urmoqda. Burada Shahboz Jo'rabekov bu urdi demoqchimi? Menimcha shunday. Lekin hali maydonga tushmagan edi. Tusha olmasdi ham maydonga. Radich qanday kirib bordi. Uning harakatlari albatta o'rinli, katta xizmati bor edi. Radichning u yerda Javohir Ro'ziyev bilan kombinatsiya, himoyachilar orasidan o'tib bordi. To'p esa Jo'raboyevga qo'shilib kirib borgan ekan chiziq ichiga. Mana e'tibor bering. Himoyachilarni ham ayblab bo'lmaydi. Ya'ni va biroz jarohat olib shifokorlar maydonga tushish maydonchasiga olib chiqildi. Futbolchi hozir Mash'alning hujumi jiddiy va gol!
Mash'al bugun ham o'ziga xos yurish qilmoqchi. Derbida 18-daqiqada ular raqibdan G'anixonovga ishlatilgan qo'pollik qimmatga tushyapti Nasaf uchun. Masofa uzoq edi, yuqoridan to'p yetkazib berildi. Mana bu vaziyatda to'p markazga Fayziyev tomonidan qaytarildi. Fayziyev ofsaydda emasdi, yugurib borib to'pni qaytardi, Bashnayak darvozaga to'g'riladi. Mash'al Qarshida markazida o'tayotgan uchrashuvda Qashqadaryo derbisida hisobda oldinga chiqib oldi. Bunisini kutganmidingiz? Menimcha yo'q, kutmagandingiz. Rahmatov ortga. Murodbek Rahmatov ekan, endi Abdurahmatov va endi Bahromov zarba. Gol! Barobar bu Sardor Bahromov. Juda chiroyli gol bo'ldi. O'sha gap gollar ko'ramiz. Hali yana ko'rsak kerak. Mana Bahromov shu joydan tepdi, darvozabonning xatosi endi ham. Darvozabonni yaqin burchakni yopishda xatoga yo'l qo'ydi. Bu darvozabonning xatosi. Lekin baribir kuchli edi zarba. Darvozabon hozir to'pni qo'llari yonidan o'tkazib yuborish bilan birgalikda tomoshabin bo'lib berdi. Darvozabon xato qildi. To'pni qaytarib yuborsa bo'lardi. Ishonch bilan Lokomotivning yana bir hujumi. Nurulloyev yana yuqoridan xavfli vaziyat, zarba va gol! Lokomotiv hisobni ochmoqda. Abdulloh Yo'ldoshev hujumga chiqib gol urib kelyapti. Lokomotiv uchun. Va nishonlash mana bunday bo'ldi. Vaziyatni ko'rishingiz mumkin. Mana zo'r urdi. Abdulloh Yo'ldoshev to'pning sho'ng'ishini aniq hisoblab olib, darvozaga yo'lladi. O'zi ham egilib e'tibor bering. Bu ajoyib gol. Bu yuqori IQ egasiga xos bo'lgan gol. Himoyachilar albatta bu yerda aybdor. Markazdagilar qo'rqlovsiz qoldirdi raqibni. Buning uchun va pastni ko'rdingiz, xavfli vaziyat. Shodiboyev aldadi, zarba yo'lladi va himoyachi qaytarmoqda. Ikkinchi urinish va gol! 2-0 Sardor Mirzayev. Ko'rishingiz mumkin, mana Shodiyor Shodiboyev bo'sh qolgan edi. Chalg'itdi Usmon Aliyevni. Mana bu zarba qaytarildi. Keyingisida o'zaro bir-birini juda yaxshi tushundi. Turopov edi adashmasam. O'zi zarba bermadi-da, pas berdi Sardor Mirzayev tomoniga. Ko'pchilik zarba kutganda, u Sardor Mirzayevni to'p bilan ta'minladi. Yana chap qanot. Xoldorxonov. Usmon Aliyevning uzatmasini ko'ramiz. Ikkinchi qavat orqali himoyachilar yo'l bermadi zarba uchun, imkon qoldirishmadi. Ikkinchi temp. Mahamadjonov, Andronikashvili sinab ko'radi, yo'q, o'zini aldab o'tdi. Endi zarba berdi va ajoyib gol urmoqda. Andronikashvili baribir uraman dedi. Birinchi himoyachi chiqib kelganda aldab o'tdi. Zarba beraman nima qilsang ham shu safar dedi va darvozashvili o'yinga intrigani qaytarmoqda. U Andijon muxlislariga umid uchqunlarini ham berdi. Mana qarang, birinchi himoyachidan o'tdi, ikkinchisiga kelganda zarba berdi. Zarba ham shunaqa berildiki, ortidan o'sha pult bilan boshqargandek kuzatib turdi. To'pning borishi ajoyib. Trayektoriya o'ziga xos edi. Texnika yuqori bo'lsa, mana shunday gollarni urish mumkin. Kyubasiga ishora qildi nazarimda. O'sha tomonga yo'naltiraman deya, ha shunday. Uzatmani kim beradi? Zarba ko'ramizmi? Ivanovdan zarba ko'rdik
3-2, 3-2. Lokomotiv oldinga chiqib olmoqda yana qaytadan. Ivanov. Mana sizga mana o'sha rikoshet. O'rtaxo'jayev u ham qaytaraman degandi to'pni. Uzoqlashtiraman deganda yaxshi tushmadi oyog'iga. Menga kelayotgandiku dedi. Davomini tarjima qila olmayman. Adhamovning so'zlarini. Chap tomonga, chap qanotga 89-daqiqa. Yo'q, 88-daqiqa. 9-daqiqa. Endi boshlanadi. Xo'sh, golmi? 3-3. Andijon hisobni tenglashtirmoqda. 3-3. Inobat va u gol urmoqda. Do'stlar, Hamidullo Karimov, hozir bir ma'lumotni aytib o'taman. O'rinbosarlar chempionatida to'pirar bo'lib turibdi va bugun Superligada ham gol uryapti. To'xtatish ajoyib. Andrey Nikashvilidan pas edi. Keyin esa darvozani ishg'ol etdi. 3-3 do'stlar, 6 ta gol ko'rdik. Oppa. Va darvozabon Rahimjon Davronovni e'tirof etish kerak. Bitta aniq goldan qutqarib qoldi. Xavfli vaziyat, zarba yo'llandi va gol! Ajoyib harakat Asadbek Sobirjonovdan. O'zining tashqi qismi bilan raqib darvozasini ishg'ol. Mana vaziyat qanday boshlangan. Nodir Abdurazzoqov qanotdan to'pni markazga yetkazib beryapti. Ajoyib zarba Asadbekdan. Mana o'sha harakat. To'pni to'xtatdi. Yo'q, o'rtada yana Abubakir Rizo ham qo'shilgan ekan. Ammo zarba ajoyib ko'rinish berdi. Qosimov o'tgan turda Nobahor bilan kechgan uchrashuvda o'yinchilar yaxshi va yana bir zarba, gol! Nodirbekning o'zi raqib darvozasini ishg'ol etmoqda. Mana sizga o'yinchilar 0-2. Yana Qo'qon himoyasida muammo. Yana aynan markaz bo'sh qoldirilgan. Mana bu yerda esa Said Afzalxon ajoyib o'ynadi. Ikkita o'yinchini aldab o'tdi va Sergiga to'pni aniq yetkazib beryapti. Markaz muammo. Gadoyevdan qanday o'tganligini ko'ryapsiz. Az yaxshi o'ynadi. Olmurodov, aniq harakat, Nodir oldinga bormoqda. Sevish Haqnazariy qo'shyapti. Azizdan uzatma bor. Xavfli vaziyat, 3-gol. Asadbek Sobirjonov baribir o'zining ikkinchi golini raqib darvozasiga urdi. 0-3. Hali ham xavotir ketmagandek tuyulmoqda Qosimovdan. Qarang, o'yindan tashqari holati yo'q. Yana Asadbek Alisher Salimovning ortidan chiqib kelib darvozaga kiritib yuboryapti. Uzatma ancha yaxshi. Hattoki Kondretyuk uning uzatmasi baland sakraldi. Yana imkoniyat, Javohirning o'zida zarba uchun imkoniyat va gol! Bitta bo'lsa ham gol urishga muvaffaq bo'lishmoqda maydon egalari. Ikkinchi taym boshida o'yin tizginini qo'liga olishga muvaffaq bo'lganlar deb Gadoyev hamda
Siddiqovni Javohirni aytgan edim, mana Javohir nima qilyapti. Kondratyoqdan uzatma. Ulmasaliyev baland sakragan, ammo Javohirga to'p kelib tushyapti. Tepish imkoniyat bo'lmaganligi sababli ham yonida turgan Ibrohim Yo'ldoshev aldadi. Hammani aldadi bitta harakati bilan. Bashiriga ajoyib tarzda to'p. Qo'qon esa Samarqandda Dinamo bilan o'ynashi kerak. Okenkaning hujumi, Asadbek, Sobirjonov, Sevish o'zi zarba yo'llaydi va gol uradi. 4-gol. Bexosdan Susitov yubordi hozir. Qarang, nima voqelik bo'lgan. O'yindan tashqari holat yo'q. Nodirdan yana bir ajoyib harakat. Sobirjon Sevishning o'ziga to'p qaytyapti. Yopiq Rahimjon Davronovni sherigi yopib turgan ekan. Dilshodga oshiradigandek to'pni o'ysa aldab darvoza tomon yo'llamoqda. O'ta xotirjam tarzda. Sultonbek Tursunov 8, Humoyun Sherbotayev 11, Richard Emeka Friday. Hozir Anvarjon Hojimirzayev jarima maydonida, Anvarjondan zarba va gol. Tezkor gol qayd etilyapti 2-daqiqada yo'q. Samarqandliklar uchrashuvda hisobda oldi. Ketdik mana. To'p o'z vaqtida yetkazib berildi. O'yindan tashqari holat yo'q ekan. Anvarjon to'pni to'g'rilab oldi, jarima maydoniga kirdi va aniq zarbani ijro etmoqda. Haris ajoyib pasni amalga oshirdi. Hojimirzayev esa mana shu to'p uzatishini gol bilan yakunlayapti. Zo'r qarshi hujum. To'xtadi. Ikki raqib uning yo'lidan chiqib kelgan edi. Juda xotirjam hozircha Dinamo vakillari raqibni orqa chizig'ida kutib olishmoqda. Oybek O'rmonjonovdan pas yo'q. Darvozabon xatoga yo'l qo'ymoqda. Zarba! 2-0. Anvarjon Hojimirzayev dublni rasmiylashtiryapti. Kutilmaganda Otabek Boymurodov. Nima? Dinamo uchun ikkinchi gol kerak edi. Mana aniq bu raqamlarda aks etadi. Mana e'tibor qarating, qanday pas. Darvozabon qo'pol xatoga yo'l qo'ydi, to'pni uzoqlashtira olmadi. Anvarjon Hojimirzayev esa oxirigacha o'ynab, to'pni qabul qilib, darhol darvozaga yo'lladi va jamoasining ustunligini mustahkamlayapti. Ketma-ket gol urayapti. Himoyachi to'pni qaytardi. Uzoqdan zarba yo'llanadimi? Hozircha yo'q. Hududlar yopilgan. Endi esa chap qanot. Shukurullayev markazga. Zich himoya. Uzoqdan yo'llangan zarba, to'p darvoza to'riga kirib ketdi. Gol urildi. Surxon javob to'pini kirita oldi. 1-2. E'tibor qarating. Bo'ldi. Uchrashuv o'z yakuniga yetdi. So'nggi golni ko'ramiz. Bu hafta gol. Bu Edem Nemanov hisobiga yoziladigan hafta. Alex Nascimento, demak Jiyanov. Qiziq, hozir bu o'zgarish Komilovni demak biroz oldinga chorlayaptimi shunda? To'p jarima maydonchasi ichida zarba va gol. Uchrashuvda hisob ochildi va Komilov juda ham yaxshi bilaman men bu futbolchini. Bordi, qo'shildi, foydalandi. Qoyil. Shuncha hujumchi qolib, himoyachi gol uryapti. Yuqoridan kelayotgan uzatmada Jigaryanayning uzatmasida bu yerda bilasizmi? Shukurullayev ham xatoga yo'l qo'ygan. Mana qarang, Shukurullayev o'tkazib yubordi. Sardorlik bog'ichi Shukurullayev
Ha, Maykon markazda bu ancha ishni bajarish kerak. Hozircha imkoniyat berishmayapti darvozabon. O'tkazib yubordi O'tkirbek Yusupov. Bosh bilan berilgan zarba va hisob tenglashmoqda. Yana bir bor ko'ramiz. Ikkinchi qavatda yuqoriga sakradi, bosh bilan zarba va darvozabon to'pni qaytara olmadi. Masofa yaqin edi. O'tkirbek Yusupov hozir alamzada. Qarang, bilyapti, lekin qaytara olmadi-da. Barobar. Oho.